misdan uzun tirnoqlar qo'ygan. Temirga o'xshaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jabroildan so'radilar. Bular kim? Bular nima uchun temirdan, misdan bo'lgan tirnoq bilan yuzlarini, ko'kraklarini tirnayapti? Deganda, bular dunyoda birodarlarini go'shtini yegan odamlar. Ya'ni go'shtini yegan kim? G'iybat qilgan odamlar. Alloh taolo ularni mana shu azob bilan, mana shu jazo bilan jazolayapti. Bitta g'iybat qilganimiz uchun shuncha gunoh berilsa, birodar, nima uchun g'iybat qilasiz? Ham gunoh, ham harom. Bo'lsa g'iybat, bo'lmasa bo'xton. Erta qiyomatda mana shu azob. Erta qiyomatda shu g'iybat qilganingiz uchun Alloh yuzlashtirsa, yo unga savobingizni berishingiz kerak, yo uni gunohini bo'yningizga olishingiz kerak. Nima kerak endi? Shuncha muammo ekan, shuncha og'irlik ekan. Birodar, undan ko'ra g'iybat qilmang, bo'xton qilmang, gapirmang. Boshqalarning hayoti sizga nima? Hozir Umar roziyallohu anhu aytganlaridek, birovni farzandi, birovni ayoli, birovni maoshi, birovni to'yi, birovni imorati nima kerak sizga? Ishingiz nima? O'zingizni biling, muammolaringiz shunda ham ko'p-ku. O'zingizni hayotingiz bilan shug'ullaning. Umar roziyallohu anhu aytadilar, kim boshqalarni hayoti bilan shug'ullansa, o'zining hayotini Alloh unuttiradi. Bugun ko'pchiligimiz boshqalarni hayotida yashayotganimiz uchun o'zimizni hayotimizni unutdik. Alloh taoloni o'zi panoh bersin, Alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin.